voy oyi, nima qilyapsiz? O'zim qilib beraman dedim-ku shu ovqatni. O'zim ovqatimni o'zim qilaman. Nima unaqa ish qilyapsiz, oyi? Bo'ldi, bor. Nima qilyapsan? Ber bu yoqqa, bor. Menga berma, o'zim xonamni o'zim tozalayman. Oyi, nima qilyapsiz? Nima qilganingiz bu, bering, o'zim shuni artib qo'yaman. O'zim uyim, o'zim tozalayman. Nimaga menga anchadan beri bunaqa kesatuv muomala qilyapsiz, oyi? Menga qara, mana shu uyga kelib ovqatni ham qilyapsan, kirlarni ham yuvyapsan, uylarni ham tozalayapsan. Mana qaynotang bo'lmasa ham shu ishlarni uyda qilyapsan-ku, lekin eringning uyida shu ishlarni qilsang, kam bo'lib qolasan. Mani uyimga kelib, mani mehnatimni qilganingdan ko'ra, eringning uyida uni xizmatini qilib, qaynotangning xizmatini qilib, ularning roziligini olgin. Qaynotang biror ish buyursa, darrov yomon ko'rasan. Alohida yashayman. Men ularning xizmatini qilishga majbur emasman deb, mani uyimga kelib olasan. Mana shu mehnatlarni mani uyimda ham qilyapsan-ku. Noshukur ayol tez uyimdan chiqib, o'z uyingda hurmat, izzatingni bilib o'tirgan. Qaynotangning xizmatini qilish yoqmasa, baribir mani uyimga kelib shu ishlarni qilasan. Mana ona o'rnida ko'rib, ularni ota-ona o'rnida ko'rmayapsanmi? Fazilatli ayol bunaqa bo'lmaydi. Kelinmisan? Kelinman. Unda bilib-bilib kelinlik vazifalaringni bajarib qo'ygin.